Erta turmush va moddiy qiyinchiliklar sabab shifokor bo'lish orzusi armonga aylangan Mehriniso Asadova ishsizlik va hayot zarbalaridan ta'sirchan qizga aylanib qolgan edi. Mamlakatimizda xotin-qizlar manfaati doimiy e'tiborda loyihasi doirasida IT yo'nalishida bepul o'qitilgan qahramonimiz bugun ish bilan band. Qisqa vaqtda davlat ko'magida hayotida bo'lgan katta o'zgarishlarni quvonch yoshlari bilan e'tirof etadi u. O'z ishini boshlab yig'lama qizim, hayot hali oldinda. İşsiz edim, işim yo'q edi. Oilada bola tarbiyasi bilan cheklanib qolgan ayol edim. Hammasini turtki berib olib chiqdilar shu cho'qqilagacha. Rahmat. Bepul o'qitdilar bizani 8 oy davomida. SMM bo'yicha o'zimizdagi kichkina tadbirkorlarni ishlarini olib chiqishga yordam beryapman, ko'maklashyapman hozir. Xotin-qizlar uchun IT ta'lim loyihasini muvaffaqiyatli yakunladik. Oliy Majlis huzuridagi Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan moliyalashtirilgan va O'zbekiston tadbirkor va ishbilarmon ayollar birlashmasi tomonidan amalga oshirilgan loyiha Mehriniso kabi Buxoroning chekka shahar qishloqlarida yashovchi 60 nafar xotin-qizlarning orzulariga qanot bo'lib, ishli bo'lishiga sabab bo'ldi. Mana shu o'qitilgan ayollarimizdan 17 nafari o'z ishini boshlab, bugungi kunda oilasiga daromad olib kelishni o'rgandi. Qolgan ayollarimiz ham volontyorlik asosida ishlab chiqarish korxonalarini faoliyatini yoritishda hozir tajriba, amaliyot o'tayaptilar va eng quvonarlisi mana shu o'qitilgan 60 nafar ayolni bandligini ta'minlab, ularni o'z-o'zini band qilishi korxona tomonidan to'lab berildi. Bu ayollarning 40% dan ortig'i mobilografiya, SMM va raqamli xizmatlar sohalarida ish boshlab, aksariyati mustaqil buyurtmalar qabul qilishni boshladi. Davlat tomonidan bunday loyihalarning qo'llab-quvvatlanishi davom ettirilib, ishsiz ayollar bandligini ta'minlash ishlari kengaytirilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.